hozirda dunyo bo'yicha olishadi. Shunda tiqishyapti, yaxshi normal. Masalan, Batmanda ham biz Chorniy ritsarda boshqa ballonlarni o'zlari aylantirib ketgan joyda duvalab ketadi, mototsiklda boshqa joyda hammasi qilingan. Lekin yegan shu chiroyli chiqqan. Bilinmaydi. Bizda o'zbeklarda chiqadi, to'rtta nima stikerni ko'p qo'yib o'qityapti. Yo'q, просто aytmoqchi bo'lganim shu o'zbeklarda men o'ylayman shu agar 2008-2009da unaqa qilish imkoni bor edi. Chunki odamlar kinoga tushunardi o'zbek kino uchun, pul bor edi. Hozir endi siyosat gaplashib bo'lmasligini bilmayman. Hozir u narsalarni real qilish uchun pul mablag' yo'q, to'g'rimi? Yo'q, pul topsa ham bo'ladi, endi orada senzura yana bo'ladi. Har doim aytadi, senzura. Agar masalan biznes qilib chiqarsa bo'ladi, unda baribir ikkita odam shu sohadagi odam qaytadan pul olib pul tikib yaxshi kino qiladi, ortada senzura bo'lmaydi. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim shu aytishni men qo'shdim, как supergеройский kinolar, хотя бы O'zbekistonda masalan ko'rishchi o'zi ko'rovlar. Qachon ko'rovlar alfo chiqarish bo'lsa ham xursandman. Qachon biz uchun chiqarasiz. Chiroqlar bor masalan. Shularni chiqarib olsam bo'ladi. Chiroq bo'lmasa. Chiroq bor, endi bag'ri anu не знаю, 100% to'g'ri deb o'ylamayman. Yuzini kelib tashlaydi. Biz tarix olmoqda qo'ydik. Haqiqat deb qaraylik. Masalan, jumhur haqiqat deyishadi. Qaraslar. Shunaqada aytamiz, masalan, tan olish kerak, shu payti ana ketmonni uchishi bir realniy bir O'zbekistonda bir wow narsa bo'lgan, shu kinomada ism bermagan bo'lsa. Yo'q, rejissyor o'zimiz qo'ygan. Ko'p narsa o'zimiz qo'ygan. Ruslar qatnashgan, lekin ko'pi ruslarda o'qigan bo'lsa ham, baribir o'zimizga naqalarni aktyorlar, rejissyorlar. Zakir nima bo'lsa ham shu aytsak tezroq manaqa hamma joyga yoyilsa yaxshiroq bo'lardi deyman. Masalan, hozir men avtobusda ham qiynalaman, avtobusda ham normal nimadir qilish kerak, shu masalan telefonni ochib turib klikdan to'g'ri to'laveradiganmi bilmayman. Bizlar odamlar bilasizlar, eshik oldida to'planib turaveradi, o'rta bo'm-bo'sh. Xuddi to'xtasa tushib qolmaydigan. Pul to'lashga kelganda avtomat 3 ta bor, agar eshik 2 ta bo'lsa 2 ta bor. Uni boskingiz ham kelmaydi. Keyin yana bosmasdan ani tushib qolsangiz keladi bitta 20 ming shtraf uchun. Shunaqada, prям o'shalarga bir aytib bilishinglar qilish kerak. Yoki demak shu tarif, bizada tarifni siz endi shuni urish shart bo'lmasa ham qilib qo'ysa bo'ladi. Например, yo'q, masalan tarifingiz bor-ku deyman. Tarif bor. Zachем borib yana urish kerak narsa. Shu deyman. Ana ichida ishlama o'tmaydi, tranzaksiya ham bo'lmaydi. Просто uriladi, adashmasa, endi nima qanaqa tranzaksiya. Короче, aytish bo'yicha shu menda bir marta shu kelib gapiruvdi menga, no shtraf bo'lmagan. Shu men aytganman, nimaga o'sha kerak tutdi. Bir safar ogohlantirish beramiz, keyin safar qilmay shtraf bo'ladi degan. Menga buni tushuntirib, menga hozir bosganim bilan hech o'zgarmaydi desam, aytish bo'yicha shu o'tda asosiy maqsad avtobusning oyligi ekan, avans ekan. Количество пассажиров. Har bitta bosilgani 1700 so'm yozilgan avtobusga, avtobuschiga. Что shunga ekan u. Unda o'ylab ko'rsa bo'ladi, chunki bosi bizga anaqa yo'q-da, plyus taraf. Yo'q, masalan, aytmoqchi bo'lganim masalan, qachon nima qilish avtobusga faqat joy topish kerak, что geolokatsiya yonib turibdi. Qaysi masalan Yandexda bilsangiz bor, geolokatsiyalar transportda bo'lsangiz Atolar bor transportda. Avtobus yurayotganini ko'radi, polni ustidan bosib turib oplatit deganini bossa, qachon telefonda endi unda siz necha UX bilan oladi, chunki siz bosganingizdan keyin qaysi avtobusga bilmaysiz. Sizga qaysi avtobus kelishi. Yo'q, например, masalan, Yandexda har xil baglar bor. Yo'q, Atoda yaxshi ancha. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim, avtobusga o'tirgandan keyin ko'pchilik baribir ham anunga bosishga qiynalsa ham, chunki o'rtada turganlar telefonni ochadi-yu, telefonni ochadi. Yoki de manda izlayman. QR kodni ko'paytirib qo'yish kerak. Yo'q, QR kod ko'p. Nima sizga yoningizda oladigan bilan yoningizga aloqada bo'lsa, tanavasi Bluetoothga o'xshab, просто shunday yechib. Yo'q, yaxshiligi har bitta avtobusda bir отдельный Bluetooth bo'lsa. Yo'q, har bittasiga alohida bo'lsa, ana programmasi telefondan ulaydi. Yaqin yonida turgan bor, 2 metr yonida turganini ko'rasiz-ku. Ko'rsada.
endi mana problema bo'lishi mumkin, chunki hozir yana bitta avtobus bo'lishi mumkin, bu yoqdan kim kelib. metrdan chiqqaningizda anaqasi bo'ladi. Ularga qarab turadigan o'zi anaqa chiqarib tursa, o'sha o'ziniki bu. Chiqqaningizdan 2 metr distansiyada shu yerda xolos u yoqda ushlamaydi. Nima bo'lishi mumkin? Bu tranzaksiya qilish uchun qanaqadir narsa bo'lishi kerak bo'lsa. Lekin bitta joyi bor, что Kamida. lekin baribir ham ana Nima? bizada halovchani biroz shoshirayotgan odamlar uchun shunaqa yaxshi, chunki Shoshilib. yo masalan man aytayotgan narsa tipa anaqa karta turibdi, Yandex masalan qayerda turganingiz turgan masalan avtobusni ichida ketayotgan bo'lsangiz ham yurib turadi, avtobusdan ko'rinadi-yu. O'sha masalan bitta joyda yaxshi kamyob hodisada, что bir xil nomerdagi avtobus bitta joyda ketayotganda u kamyob bo'ladi-yu. Qaysi? Tipa masalan siz ketyapsiz avtobusda, avtobus yuryapti, Yandexga kirsangiz, как minimum nima bo'ladi o'zi? Zazor ozgina bo'ladi. Siz bilan sizni ketayotgan joy bilan avtobusniki. Avtobusning nimasi? Qayerda yurayotgani bilinadi-yu. O'sha joyda tipa ikkita bir xil nomerli avtobus tushib qolishi endi kamyob narsa-yu. Shunga aytmoqchi bo'lganim, tipa ottуда to'shqaqa funksiya qo'shib, o'sha avtobus ustidan bosib, siz qaysini ichida ketayotgan bo'lsangiz, o'sha bosib oplatit degan joy bo'lsa, o'sha yerdan telefondan to'lab olib tushib ketsa yaxshiroq bo'lardi demoqchiman-da. Как бы chet ellikka qilib qo'ysa ham yaxshi, lekin masalan, oldindan chiqib, ketma-ket kirib, to'lab chiqib. O'zi shunaqa edi. O'zi pasuvchi shunday bo'lsa, O'zi to'g'ri hammaga qulay bo'ladi. Yanvarda shunaqa deyishgandi. Endi chiqib turib urmaysiz, urib turib chiqasiz deyapti u. Endi hozir tekshirayotganlar unaqa demayapti. O'zi chiqishdan oldin Xorazmda hozir ham shunaqa. Xorazmda o'sha bilmay hayron qolyapman. Shu o'rtadan chiqardan deydi. To'g'ri oldidan birinchi pulni to'laysan, keyin o'tasan-da. Shunisi yaxshi-da. U chet davlatlarda ham shunaqa-ya bu. Bizda avval shunaqa edi, hozir qanaqa bo'lgani? Avtobus orqasidan ochilmadi ko'p holatlarda. Faqat oldin ochib qo'yib, oldin tushiradi. Lekin o'sha chiqishda oldindan qilib qo'ysa, ancha удобный bo'lib qoladi, keyin simbolizm. Lekin хотя бы masalan Ularni chiqishni Toshkent shunaqa qilishi mumkin, viloyatlarda unaqa anaqa deyishgan boshda ja bo'lmasa, masalan, konduktorlarni baribir ham ishga qaytarish kerak. Tipa 2,5 million, 2,5 million oylik bersa ham, chunki hozir 2,5 million oylikdan qochyapti-da. Men ko'pchilik o'zlarimni o'rtoqlarimni bilaman, shu pul to'lamasdan tushib ketyapti-da. Balkim hozir konduktorga bergandan ko'ra, konduktor bermasdan xalqqa o'zi yarim ham to'lamasdan yarim to'lganda ko'proq pul tushayotgandir davlat. Misol uchun hozir 100 million avval tushayotgan bo'lsa, konduktor bilan o'zi lekin 150 million tushish kerak edi. Endi bizning Endi hozir 125 million tushayotgan bo'lsa ham yaxshi-da, konduktor 25 million barib to'g'ri xalq bermayapti uni pul. 25 million barib pul davlatga. Hozir qancha milliondan deyapsiz-ku, nechta avtobus bor? Nechta avtobus bor? Baribir ham qulaylik uchun, tipa ko'rib turibsiz, metroda nechta ishlamaydigan xodim bor-da. Avtobusda ishlaydigan xodim bo'ladi, qancha? Konduktor nima? Yo'q rostdan aytsangiz, yo'q. O'tirib qolib Yo'q, bitta konduktorni hurmat qiladigan joyimda shu nima? Ana eshikda to'plab turadigan joylar bor-ku. U birata qismdan uyalmaydi, avtobus o'zinikida baqiradi. Akalar katta o'qolar yomon o'tishardi. Hamma turgan joyda orqaga 2 marta borib kelardi-da va o'rtada tursam, qanday tushaman endi deb o'sha plan qilib chizib o'ynamaydi. Uni akam turtib o'tiraman, men bu turtgan aka o'sha adam orqadan oldiga borib kelardi. To'lamaganlarga biletlar olamiz. yaxshi, shunaqa ekan, shu aytishni rivojlantirish. Hozir rivojlanyapti, yaxshi. Birinchi ekologiya bilan asosiy problema yechib bo'laylik. Ekologiya. 80 o'tishyapti. 80 o'tishsa yaxshi bo'lar. Hozir yaxshi tushundik, benzin mashina qo'yayotgandek ko'rinmaydi ekologiya ko'ziga. Spark bor odamga mashina ekologiya farq qo'yadi. 92 yurgan ko'ra Matiz 92 qo'ygan ham. Oto varsiz, 80 qo'yadi. To'g'ri. Metan bor, hali metan deyilgan. Masalan, 93 qo'yish uchun sharoitdan ko'tarib. Tushida. Baribir yubib 80 qo'yadi. Shu bilan
hamma ozgincha yetadi-ya. Haqiqatimiz, Ha, Mirovoy nimaga hozir Mirovoy nimaga chiqib qolishimizdan oldin O'zbekistonga to'xtataylik-ya. She'r to'xtatib qo'ysa yaxshi. Anaqa termosga buzib kelmasa, hammasi yaxshi ketadi hozir. Zavod kelmasa. Rahmatda vaqt ajratganingiz Sog' bo'linglar. Ikkenga bor. Yo'q, qiladi jalab bo'ldi. Hech kim ko'pdi. Mashallah. 30 minut.